Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Alloh taoloning baytida duo qilyapmiz. Ey Allohim, o'zingni baytingda oldida duo qilyapmiz. Dardmanlarga dardlarga shifoyi kulli karam ber. Mushkulotlardan o'zing oson qil. Qarzdorlarga o'zing najot ber. Farzandlarga solih o'g'il qiz farzandlar ber. Yurtimizdagi hammalarni o'zingga bayting kelish nasib bo'lsa, lekin Parvardigorim safardagilar safarlarni bexatar qilgin, qarzdorlarga o'zing najot bergin. Hammalarimizni hayotli davrlarimizda o'zingdan o'zga muhtoj qo'ymagin. Oqibatlarimizni xayrli qilgin. O'zingni baytingga kelganlar barcha yurtdoshlarimizni takror kelishni nasib bo'lsa, lekin kelmaganlarni o'zingni baytingga o'zing tezkor rizqini qo'shgin. Hammalarini ikki dunyosini obod qilgin. Farzand so'ragan so'ydan o'g'il farzandlar bergin Parvardigorim. Alloh subhanahu va taolo barcha yurtdoshlarimiz bizlardan duo so'rashgan. Duolar nimaki niyat, nimaki maqsadda so'ragan bo'lsa, duolarni o'zing ijobat qilgin Parvardigorim. Biz mana so'rayapmiz. So'raguvchi bizmiz, berguvchi zot o'zingsan. Hammalarnigina qalblardagi yaxshi ezgu niyatlarni, shariatga muvofiqlarni hammasini ziyodasini amalga oshirgin. Allohumma zakirna minhu ma nasina va alimna minhu ma jahilna va rizqna tilawatahu laylan nahar va ja'alhu lana hujjatan ya robbal alamin. Bi'in qodir bi rahmatika ya arhamar rohimin. İnşallah hammalaring duolaringizni yetkazyapmiz, duo qilyapmiz. O'zi ijobat qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.